Assalomu alaykum. Bugun 21 yanvar. Sizlarga bugungi prosesslarimni va o'tgan safargi prosesslari hozir ozgina qisqacha aytaman, chunki videosi bor, lekin xiraroq olingan. Hozir o'zimni to'qishxonamdaman. Burchakdan stolimni o'rtaga Telegramda aytdim. O'rtaga shu svetni tagiga olib kelib oldim. Chunki televizorda xonamdan, spalniyadan, to'qishxonadan yana spalniyaga ko'chib oldik. Sababi Wi-Fi ishlamagani uchun. Bo'ldi, xona shunday televizor olib chiqib ketdik-ku, xona pustoy bo'lib qoldi. Bu yerda bolalar olib chiqishdan foyda yo'q. Chunki yo olib chiqsam telefonimni berishim kerak, ham aytdim, issiqlik tarafdan ozgina pechka yoqishim kerak. O'shaning uchun pakabet meni to'qishxonamdagi narsalar turadigan joy, ya'ni kichkina omborxonacha bo'ladi, to'qishda narsalari. Nimaga bu narsa hozir? Chunki yo'g'da bo'lsa, agar chunki to'qishxonam bo'lmasdan oldin xonamda bardak bo'lib ketardi. Keyin ham bolalar tegardi narsalarga, ayniqsa o'g'lim bor, igna-pigna shunaqa degan narsalar. Shuning uchun bu yerda hamma narsam turadi, kerakli narsalari. Kerakli narsani olib chiqib ketaman. Bugun xudo xohlasa shtativim va lampamni olib chiqib ketaman, chunki endi bu yoqqa lampa kerak emas, chunki aytganimdek LED lampochkani tagiga o'tirib oldim. Xullas, qizlarjonlar, menda aytib o'tgandim sizlarga o'tgan safargi videoda chala prosesslarimni haqida gapiraman. Birinchi marafon qilayotgandik dedim. To'g'risi, oxiriga kelganda shu bir kishi Xurniso bilan ikkalamiz qilayotgandik. 11 ta o'yinchoq, yana 3 ta hozir menda tayyor bor. 11 ga 3 ni qo'shsangiz 14 ta bo'lyapti shunda. 14 ta o'yinchoq tayyor bo'ldi, lekin menda 4 ta, 5 tami, 6 tami chala proseslar qoldi. Va men to'g'risi zerikdim ozgina. Chunki juda ham chala proses qilganingizda juda ham zerikarli bo'ladi baribir ham. Lekin shunga qaramay anchagina o'yinchog'imni bitirib oldim. Sizlarga hozir chala prosesimdagi bitgan o'yinchoqlarni ko'rsataman. Birinchi bo'lib menda Alin Rudolf bitirdim. Prosesini ko'rsatganmidim yo'q bilmayman. Mana shunaqa Alin Rudolf. Hozir kamerani teparoq olay. Mana shu holatda. Buni men boshini o'tgan safar shu oldin to'qib qo'ygandim. Boshi nisbatan hozir menda kattaroq bo'ldi. Mana bu yerida to'qilishini men bitta adashmasam 6 ta petla yoki bu yoqda ko'tarish kerak edi. Keyin menimcha PDFda shunaqa yozilgandi, menda chiqarilgan varianti bordi. U shunaqamikan, yo'qmikan dedimda. Men primoy shunaqa joyini to'qimadimda, keyin tikib qo'ydim. Bilasizlarmi, bunday qaraganda Alin Rudolf sal mana bunday qarab turish kerak. Shunda sizga men endi bilmadim, monetadan ikkita tarafdan olib tikamanda hozir. Shu bunday qarab turish uchun. Bunday qaraganda faqat monet ko'rinyapti-da. Bunday bo'lish kerak. Sizlarga aytyapman, menga shunaqa g'oyalar kelyapti, tikib qo'yish. Mana shunday bo'lsa bo'ladi. Hali aytganimcha shunday bitirdim-u, chiqib ketdi. Monetda ikkita tugmacha, taxtali tugmacha qo'yishim kerak monetga. Mana bu yerda tonirovkalar qildim, ozgina qora ko'rdim, lekin salgina bo'ldi-ku-ya. Keyin hamma men xohlagan o'sha qor ko'rinishida, men Kinsley ko'rgan bo'lsalaring, YouTube'da videosi bor va PDFlari pulli masterclass pingvini yaqinda qorbobosini chiqardi. Shunaqa chiroyli quyonchalarini burnini ustiga mana shunaqa oq qiladi. Rosa shu men bunaqa melni olganda shuni sizlarga aytdim, o'tgan safargi videoda oqlarini ishlatib shunaqa qilib ko'raman degandim. Mana aytganimdek qildim, juda ham yoqdi menga. Bilaman, yangi yildiki, lekin shunday bo'lsa ham sotuvga olib chiqib ko'rmoqchiman. Balki kimlardir bolalarga o'ynash uchun olar. Balki bilmadim. Yo, biron uyda suvenir sifatida
qo'yib qo'yish uchun olar, bilmadimu. Lekin ko'nglimdagidek bo'lmadi. Aytganimdek boshi katta, i mana shu yerini tikkanimda balki mana shunday turardi. Buni to'g'rilasa bo'ladi-ku. Keyin yana no tarafi mana bu shortchigini men o'sha PDFga qarab to'qidimu, lekin juda ham zich to'qidim. Aytganman, ruchka ushlab to'qisam qattiq to'qiyman, mana bunday qilsam yumshoq to'qiyman deb. Bu mana bu tanalari mana yumshoq to'qiganman, mana bu usulda to'qilgan. Bilasizlarmi, doim kiyimni to'qiganda biroz katta razmer olishingiz kerak. Kurchogi masalan 2 da to'qigan bo'lsam tanasini bilaman, 2 dan boshqasida to'qimayman. 2 da to'qisam 2,5 2,25 olish kerak. Chunki anaqa bo'lmasligi uchun. Men yana 2 da to'qiganman, plus bu yerda ruchka ushlaganday qilganman-da, shuni hisobiga ham menda tor bo'lib qoldi. To'qiyapman. Men o'yladim yana bitta to'qiyman shekilli Alain Rudolph, chunki bu ko'zlarini qo'yganimdan keyin menga yoqishni boshladi. Keyin yana to'qigim keldi, keyin o'yladim, yangi yil o'tdi, endi yana yangi yil xudo xolasa to'qiyman deb. Albatta hamma narsani issig'ida qilgan yaxshi. Issig'ida o'sha paytda qilganimda balki o'sha qo'limda to'qiganimda bu yoqlarini ham shunda to'qiganimda, hozir tanasini qattiq to'qiganman. Balki o'shanda tana bilan hamma joylari yumshoq to'qilganliklari birga bir aytardi va chiroyli chiqardi. Balki o'sha yerda diqqatini qaratganimda, balki bilmayman-u. Mana shunaqa chiqdi. Bir qarasam yoqyapti, bir qarasam g'alatiroqdek. Balki mayda tugmalar qo'ysam ochar, aytganimdek bo'ynini to'g'rilasam. Yana bu Alain Rudolphda yana nimanidir sizlarga aytmoqchi edim. Ko'zlarini mana bu yerlarda fetra bo'lishi kerak. Your Happy Toys Yevgeniya oxirgi payt bir ikkita Alain to'qiganda fetra qo'ymadi. O'shaning uchun o'shanda videosida ko'rdim. Fetra qo'yish uchun fetram bor, oq fetra, lekin qandaydir bir dumaloqligini bir xil olishingiz kerak. O'shaning uchun o'tgan safar qo'yganimda ozgina chizgan joylarim ko'rinib qolgandi. Bundan oldingi to'qiganimda uni sotilib ketgan-u. Baribir tekis qila olmaganman. Bironta dumaloq narsani qo'yib chizib olib qilish kerak. O'shaning uchun xudo xolasa keyingi yil emas, mana shu yil yana bir marta to'qib ko'raman. Albatta bundan ham yaxshi, chiroyli qilib to'qishga harakat qilaman. Endi menda ikkinchi bo'lib sizlarga video hozir shu chala protsessimda videosida qo'g'irchoq bor edi. Qo'g'irchoq u ham chala protsessga kiradi, chunki anchadan beri ancha emas, to'qiganimdan keyin bosh qismini bo'yniga kelganimda men uni tashlab qo'ydim. Men yaxshi ko'raman, har doim ko'rib qo'ygan PDFlarimni to'qigim kelaveradi, olgan PDFlarimni to'qigim kelaveradi va boshlagan PDFimdan shunday boshqa narsaga o'tdim. Keyin qaytishim qiyin bo'lib qolgan oxirgi payt. O'shaning uchun o'zim shunaqa marafon tashkillashtirdim, bitirib oldim. Yana orada xudo xolasa fevral oyida yana 5-10 kunlik Xurniso bilan marafon qilmoqchimiz. Chala protsesslar shunaqa bo'lganda yana shu 6 ta 7 tami, 5 ta 6 tami bilmayman soni, lekin 4 tadan ko'p. Ana shularni bitirib olaman. Ayniqsa menda Marilari 3 ta soch tayyor. Xullas shunaqa. Qo'g'irchoq katta, puli PDF, sochi qizil, juda chiroyli yoqdi, lekin ko'rinishi ham chiroyli chiqdi-yu. Men bitirdim qizlarjonlar, men buni bitirdim. Hozir sizlarga ko'rsataman. Hozir shunday bitirdim-u, hali lekin bu narsalarimni olib to'g'irlab qilganim yo'q. Mana shunaqa menda qo'g'irchoq, mana chovkachalarini yopishtirishga kley bilan, issiq pistolet kleyda yopishtirdim-u, lekin shunda axirsaga ahamiyat bermabman. Mana bu yerga asosiy qismiga yopishtirdim. Mana bu bilmayman, bir hozircha o'ylanib turibman-da, mana bu uchlarini ham yopishtiraymikan dedim, yoki o'zi yaxshi turibdimi, bilmadim. Qayrilib turgani ham bir qandaydir o'zgacha chiroy, yoki bo'lmasam bilmadim, sizlarga kamerada g'alati ko'rinar, lekin bunday qarasa o'zi sochchalari chiroyli turibdi nazarimda. Ko'ramiz, yopishtirsam yopishtiraveraman. Kelinglar, shu qo'g'irchoq haqida sizlarga ma'lumot berib ketaman. Bu qo'g'irchoqni har xil ipta betda bor.
bir adashmasam shunda 3-4 xil ip bor. Kelinglar, bitta-bitta boshidan boshlaymiz. Misol uchun soch qismini men bon ipdan to'qidim. Bon oldin ingichka bo'lardi. Hozir bilasizmi, bu ipni qo'pol va dag'al, lekin menga rangi yoqdi qo'g'irchoqda. Bu shunaqa rangda. To'qiganingizda qandaydir katta va qo'pol bo'lib qoladi. Shu taraf yoqmadi. Balkim ingichkaroq bo'lganida, qo'pol bo'lmaganda, bu ipdan yana olardim. Yo'q, hozircha olish niyatim yo'q, lekin именно mana shunaqa svet boshqa iplarda ko'rmoqchiman. Sochiga juda ham zo'r turadi. Kamerada hozir qanday beryapti? Hozir kameraga qarayman. Ha, mana shunaqa, lekin bu to'qroq bu yoqda. O'zi oyisi ochroq. Xullas, bu qo'g'irchoq tana qismi 353 ta, ko'zi 12 millimetr ko'zi. Mana bu ko'ylakcha qismi, mana bu yashili koreyskiyda, bu esa oqi polasuda. Adashmasam, ko'ylakchasi ham polasuda to'qildi. Menda mana shu polasularni yo'qotishim kerak. Bu juda ham bir bu o'zgacha ip, kim to'qisa biladi, balki kimlargadir yoqadi. Aytgancha, bu qo'g'irchoq karkasda bo'yni va qo'llari birga karkas qilib ketilgan. Aslida bu qo'g'irchoqni qo'lida lola bo'lishi kerak. Ikkinchi tarafdan oyog'ida tuflisi bo'lishi kerak, lekin men uni qilmadim, chunki boshqa protsessga o'tkim keldi tezda, lekin ko'rinishidan o'zi ham yaxshi. Bilasizlar, men tufli ko'pincha to'qisam, bir xil payt tor kelib qoladi, bir xil payt katta kelib qoladi qizlar. O'shaning uchun agar har doim qo'limga kelganda o'sha joyini ham qilib qo'yardim. Bilaman, shuning uchun vaqtim ketmasin dedimda, shunday qoldi. Agar to'qiganimda bu ham o'zgacha chiroy berardi. Keyin qizlar, men mana bu lokonchalarini birinchi to'qiganimda mana shunday qilib qayribmanda, lokonchasi mana shuncha bo'lib qoldi. Keyin men uni o'yladim, voy dedim, bu dedim qo'polligi uchun kichkina bo'lib qoldi. PDF variantda bu iplar lokonlari uzun edi dedim. Bilsam men nima qildim? Keyin qizlar, kallasini o'rnatganimdan keyin shu qilganimda mana bunday qilib ochib oldim. Mana ochsam, keyin uzun mana ko'ryapsizlar, uzun bo'lib holatga kelyapti. Keyin bu sochini qilib bo'lgandim, chovkalarini ham, chovkasi ozgina betlari ochiq edi, lekin ochiq qilsam bu qizchaga, qo'g'irchoqqa qandaydir yarashmadi, shunday yopib tashladim. Nima desam ekan? Keyin mana bu yerini shunday qildim-da, qizlar. Keyin mana bu yerini o'xshata olmadim. Shunday rezinka qilsam, mana orqada rezinkasi ko'rinyapti. Mana bunaqa rezinka, shunga mos, boshqa bunaqa rangli rezinkam yo'q. Bunda ingichka rezinkani o'zi bor. Bu material bo'lsa, oddiy rezinka bo'ladi-yu. Shunaqa rezin cho'zilayotgan. Nima deydi uni? Xullas. Qilsam bu sochni ko'tara olmasdi. O'shaning uchun ilojim yo'q. Xullas, men bunday qildim-da, bunday aylantirib bir narsa qilib sochini yopib qo'ydim. Qizlarjonlar, fikrim, bu qo'g'irchoqni to'qishni, xuddi PDFda ikkita tugma, buni tugmasi kichkinaroq. Men boridan foydalandim. To'qishni PDFdan nima deb maslahat bera olaman? Mana ozgina kley oq joyini yopishtirib olib tashlash kerak. Tak, maslahat beraymi yo'qmi? Ko'p qo'g'irchoq to'qib yurganlarga maslahat beraman, lekin bir to'qimaganlarga maslahat bermayman, chunki sochi ham juda ko'p vaqt oladi va kiyimlari bilan ozgina mana bu karkas qo'yib, bosh, men sizlarga aytaman, mana bu yerida bosh qo'shilib to'qib ketar ekan. Men qo'g'irchoq ko'p to'qigan bo'lsam, tepa qismidan tortib, ip bilan yopib oladi, sim bilan, keyin ichida bunday teshikcha qoldirib kirgizardi qo'g'irchoqda. Bunda esa qo'shilib to'qib ketilgan. Mana ozgina baribir sinjifon solib qattiqroq qilishingiz kerak. Sim bo'lgani bilan simga ishonib qolmaslik kerak. Baribir soch bo'ladi, og'irligini ko'tarish kerak bu kallani. O'shaning uchun tavsiya qilaman, ko'proq sizlar sinjifon solib, yaxshilab to'ldirib, mustahkam qilishlaringni. Agar kim bemalol nima desam ekan,
tez to'qilayotgan qo'g'irchoqlardan biri emas demoqchimanda. O'shaning uchun kim to'qimoqchi bo'lsa, shu narsani ham bilib olinglar demoqchiman. Aytganimcha lolasi bor edi, lolasi va tuflisini qilmadim. Xullas qizlarjonlar, menda mana shunaqa qo'g'irchoq judayam lekin oldingi to'qigan qo'g'irchoqlarimdan menga yoqyapti и yana sizlarga aytmoqchiman, bu qo'g'irchog'i qaytib to'qiymanmi yo'qmi bilmayman-u, lekin har xil qo'g'irchoqlar to'qib tashlamoqchiman. Mana shu katta razmerda o'tsa o'tmasa, chunki baribir o'tadi, qo'g'irchoq baribir yaxshi ketadi. O'shaning uchun bundan har xilchalari juda ko'p PDFlar bor, tarjima qilingan, перевод qilingan PDFlar bor. O'shaning uchun har xil razmerda qo'g'irchoqlar bahorga 8-martgacha ko'paytirib tashlashim kerak. Xudo xohlasa sizlarga aytuvdim, marafon qilaman deb e'lon beruvdimmi yo'qmi YouTube'ga bilmayman. Lekin 22-kuni o'sha kichik marafonim tugagandan keyin kim ko'p o'yinchoq to'qishga marafon qilmoqchi edim. Yo'q qizlar, hozir boshqa proyektdaman, ya'ni boshqa protsess boshlaganman. Shuni hisobiga balki fevral oyida qilarman. Hozircha lekin to'xtatdim. O'zimni plan qildim kecha. Hozir bu haqda to'xtalaman. Demak, menda mana shunaqa qo'g'irchoq. Endi keyingisi yana bitta bitirdim. Buni qayerga qo'yamiz endi? Bunday qilamizda. Fonti chiroyli bo'lib tursin. Endi menda keyingisi eslaringda bo'lsa, bundan oldingi videoda aniq aytgandim, ko'rsatgandim barning ayiqchalarini chashkasini g'alati qilib qo'yganman. Men uchun qandaydir borsildoq ayiq bo'lib qolgan. O'shaning uchun ikkita edi, bittasi ochig'i, bittasi to'qroq. Men ochini to'qib ko'rdim, keyin menga ko'nglimdagidek chiqmagani uchun uni opcham bilasizlar to'qiydi. Menga o'xshab o'yinchoq to'qishni boshlagan. O'shaning uchun opchamga berib yubordim. Qo'l oyog'ini to'qi o'zingiz sotuvga chiqaraverasiz dedim, chunki men xohlamadim. Men xohlagandek chiqmasa, men naborot pastga tushib ketaman, energiyam pastlab ketadi. O'shani bilgan holatda hozir sizlarga kamchiliklarini aytaman. Mana bunaqa hali tayyor emas ekan qizlarjonlar. Shuni yoqib qo'yganman. Men bitirib hali orqalariga tugma qo'yishim kerak ekan. Iplarini orqasini ko'rsatmayman, sizlarga oldisini ko'rsataman. Sotuvga chiqishdan oldin chiroyli qilib to'g'irlab chiqaman. Mana shunaqa ayiqcha, barning ayiqchasi. Men reklamada barning ayig'i deb qanaqadir shirinlikda aytganda shunga aniq qilib qo'yganman. Xullas qizlarjonlar, bu pots ayiqcha. Potsmen. Nimaga? Chunki negadir bu ayiqcha ikkalasi ham tortib to'qiganimgami bilmayman. Sababini bilmayman. Yo boshqa PDFdan to'qidimmi? Bu ayiqcha kichkina chiqdi. Aslida PDF bo'yicha bu kattaroq ayiq bo'lish kerak edi. O'shaning uchun bunga kiyimi aslida Kristinani men bu tarafdan kiyim kiygizilayotganini to'qiyman deb men e'tibor bermabman-da. Kristinani boshqa quyoniga kirib ayig'ida ekan, u spitsada to'qilgani. Men esa ko'ylagini boshlab qo'yibman. Aytdim, voy chiroyli chiqsa kerak. Shunaqa primoy ko'ylakcha bu, hech qanaqa bir balanchalari yo'q, primoygina ko'ylakcha. O'yladim uzungina bo'ladi deb. Oyog'i kaltaku, o'zi ayiqcha kaltaku qanday uzun bo'ladi. To'qidim-da kiygizib ko'ray desam, loyiq bo'lib turibdi-da. Bu bilmayman, na ko'ylak aytyapti, na koftichkaga aytyapti. Kameraga yaqinroq olib boraman. Mana shunaqa ayiqcha, lekin qizlar, bir qaraganda balki sizlarga ham yoqqan. Kommentariyada yozib qoldiringlar, sizlarga yoqdimi? Nimaga masalan bu darajada xunuk emas-ku, to'g'rimi? Nima desam ekan? Bir qarasa g'alati, bir qarasa bir yoqimli, bilmadim. Yoqimli tarafi bor. Bir qaragan odam qaramaydigan o'yinchoq bo'lgani yo'q. O'zim anaqa qilmayman, lekin ko'nglingizdagidek bo'lmasa, baribir ozgina yoqqani ham baribir shu ko'nglingizagini to'ldirib keta olmaydi.
Xullas, bu kiyimcha qilganimdan keyin ochdida qizlarjonlar. Buni yechintirgan holatda ko'rgan bo'lsalaring, oyoq qo'llarini. A, ну, ko'rsatganman videoni. Boshida ham turibdi ikkita oyoqcha, bittasi jigarrang, bittasi mana shunaqa. O'tgan safargi videoyimda. Xullas, banchigini o'sha mana bu kuklada, a, kukla debman, Kristinani anonsida bor ekan. Men buni banchikchasini qilib qo'ydim. O'sha bo'yicha men o'yladim spitsada deb, yo'q, крючокda ekan. Menga spitsada to'qilgan banchikchalar juda yoqadi. Hali to'qib ko'rmadim. Mana shuni qilganimdan keyin bilmayman, olib tashlasa g'alati bo'ldi-yu. Bir o'g'il bolaga kiygizib qo'ygandek. No, lekin bo'ladi oyoqcha. Xullas, menda 3 ta chala protsessimni bitirdim. Oxirida aytganimdek, hozir chiroyli qilib fotofonlarda rasmga olib, Telegram kanalda o'sha mini marafonni tugatib yetkazib qo'yaman. Ya'ni o'sha 12-dan nechigacha tugatdim? 18mi, 19mi gacha to'qidim shekilli. 18 yo 17mi, 18 gacha to'qidim 14 ta o'yinchog'imni bitiribman, chalalarni. Buni upakovka qilaman qizlarjonlar. Hozir sizlarga alohida video qilamanmi yoki pauzaga qo'yib narsalarimni yig'ib olishimga yo'q, qila olmas ekanman. Chunki men bu oyoqchani tugatishim kerak, orqalarida tugmalar qo'yib. Lekin bu ikkalasi tayyor. Bir chistka qilib buni ham sovurishim kerak. Albatta video qilib ko'rsataman. Keyin bu oyoqqa men ozgina tonirovka ishlashim kerak. Bularga ishlaganman. Buni ham oyoqchasini tizzachasiga ham tonirovka qilib qo'ysam bo'ladi. Xullas, shu tugatilgan ishlar shu. Qayerga bu endi sig'maydi, yana точно sig'maydi. Kelinglar, endi sizlarga bularni olib turamiz fondan. Mana. Sizlarga hozir men protsesslar boshlaganman. Bitta qilib o'tgan safar videoni qo'ymayman-da. Bitta qilib hammasini shu yerda aytib ketaman. Xullas, kecha men 3,5-4 gacha to'qish qildim va menda shunaqa fikr bo'ldi. Bitta protsess yangi boshladim. Your Happy Toys'ni quyonchalarini, bitta ikkitasi katta, ikkitasi kichkina chepchikli quyonchasini pulli master klassidan boshladim va shu kechqurun bir uxlayman deganimda menda shunaqa fikr bo'ldiki, shuni ikkita emas, ikkita katta, kichkina emas, shuni 4 tadan qilay dedim. Chunki bilasizlar, batutga topshiraman o'yinchoq, bozorga, yarmarkaga chiqaman. Hozir ayni paytda chiqqanim yo'q. Ba'zi paytlar bizda Begovatda shunaqa shamol bo'ladi. Shunaqa o'yinchoqlar уже aqa-baqa tushib ketadi. Ko'pincha shunaqa holatlar bo'lgan, kulgili. Hamma narsa shunday og'darilgan, qo'ygan. Bu o'yinchoqlar o'shanda salofan yo'q edi, yiqilib ketadi. Hozir bilasizlarmi, salofanga upakovkalayapmiz. Videoda qo'ymadim. Upakovkalayapmiz. Salofanga tushgandan keyin salofanda kengayib, уже salofanni o'zini razmeri, o'yinchoqda o'zini razmeri, o'yinchoq kichkina bo'lsa ham salofan уже undan katta bo'ladi. Bilasizlarmi, mana bu kichkina stol to'lib ketganda, mana yangi yil oldi chiqqanimizda, agar uni besalofan qilsangiz, kamgina bo'lib qoladi o'yinchoq. Shu bitta nonga sig'adi-yu, уже salofan bilan mana shuncha bo'lib ketdi. Bundan oldingi videoyimda aytdim, 11 ta o'yinchoqda batutka berib yubordim. Agar ularni ham hozir bilan qo'shib, yana to'qiganlarimni olib chiqsam, tamom, men bundan ham katta stol qilishim kerak. Bizda stol muammo. Chunki u stolni yoqdagi bozordagi ip sotuvchi magazinga qo'yaman. O'zi ham paka ishlatadi, lekin katta stol u bo'lmaydi. Katta tashqarida turibdi hozir. Katta stolga borsam точно uni menda katta stol yo'q. Bu stolni ayni paytda bermayman, chunki sizlarga video olishim bor, o'zim shu ishlamashim bor. Xullas, opcham bilan maslahatlashyapmiz. Shu bahorlarda harakat qilamiz. Uzun stol yasattirishimiz kerak. Uzun qilib, men taklif aytibman opchamga. Har chiqqanimizda borib olib kelib yuklab olib kelaylik deyapman. Xullas, shunaqa qizlarjonlar, bizda stol muammo. O'yinchoq ko'paysa ko'payadi, lekin stol ozgina muammo bo'lib turibdi. Xullas, men protsesslarga qaytayotgan bo'lsam, turdimda kechqurun yana uyqu kelmadi, chunki obedda uxladigandim. Kechqurun har kuni men 2dan keyin debman, bolani uxlatib tinchgina shunaqa vaziyat bo'ladi. Bilasizlar, bolalarim kichkinalik uchun katta bo'lishmay o'ylardim, katta bo'lsam
maza qilib to'qiyman deb, yo'q battar bo'lyapti. Shovqin, hech ham sizlarga video ololmayman. Video olsam spalniym qorong'uroq, baqir-chaqir. Bemalol Telegramda olaveraman, lekin men bunaqa YouTube'da video ololmayman. Chunki YouTube'ga qo'ygandan keyin nafaqat meni taniganlar tushunadi, meni tanimaganlar bular aytishi mumkin, bu shuni video olarkan tinchgina holatda olsa bo'lmasmikan yoki umuman olmasa bo'larkan deydi. Shu fikr bo'lmasligi uchun ham endi to'g'ri hammani fikrini anaqa inobatga olmayman-u. Ularga har deb shu narsani videolarda to'xtalib sharoitimni tushuntiraman. Men bu narsani umuman men oilaviy sharoitim umuman masalan videoga ba'zi narsalar bo'lmasa aytib o'tirib xohlamayman. Faqat shu to'qish haqida gapirib, to'qish narsalarga oid narsalarni gapirgim keladi. Xullas shunaqa qizlar. Shu turdimda to'qishni boshladim. Plan qilib oldim, yozib, qanday qildim. Masalan, quyonlar 4 ta bo'lsa, 4 ta katta, 4 ta kichkina bo'lyaptimi? 8 ta quloq. Tak, bunda 8 ta kattasida bo'ladi, bunda 8, 16 ta men qulog'ini bugun to'qiyman. Mana shunaqa. O'zimga vazifa qo'ydim bir kun. Borana bir kun ichida kallani bir kunda 8 ta kallani bitira olmaymiz. Misol uchun, uning uchun imkoniyat bo'lishi kerak. Bilasizlar, bizda uy, ovqat, ish, bola o'shanaqa uchun 2 kun dedim o'zimcha. 2 kun uzog'i bilan 2 kun, lekin iloji harakat qilsam bir kunda tugatishni. Shunaqa qildim. Xullas, hali o'sha prosta men o'yladim bir kun qilaman deb, keyin o'ylab qaradim, rostdan ham 2 kunga cho'zmasam bo'lmaydi. Agar imkon qilsam 1 kun. Xullas 2 kun qilib, hali necha kun bo'lishini bitta o'yinchoq, shu 8 ta o'yinchoq necha kunni hisoblab chiqmadim. To'g'risi u narsamda bir deganda hisoblasa bo'ladi, balki tezlasharman dedim. Xullas qizlarjonlar, menda hozir proses sizlarga alohida ko'rsataman. Chunki bu yerda ipam bor. Hozir birinchi yo'rg'a mana bunaqa quyonchasi. Bu chipchikli yarnar jins 03 ta to'qilgan. Men bundan oldingi videoda rasmda bu yoqqa qadab ketaman. Oldin to'qiganimda 353 ta quyonchani to'qiganman. Chepchigi sariq, koftichkasi, kombinezoni pushti rangda shunaqa yoqqan qizlar. Kecha videosini ko'rdim. Bilasizlarmi, men kimni o'yinchog'ini to'qitgan bo'lsam, pulli master klassda o'shani videosini ko'raman. Sizlarga ham tavsiya beraman. Yanada motivatsiya olaman, yanada shu narsani chiqarishda, chunki menga yo'rg'a bitoyisi mana bunaqa uchashkalari, xafa quyonchalar juda ham yoqadi. O'zi ham aytgan kommentariyada, sizni quyonchalaringiz negadir xafa deb bir qaysidir videosida aytgan. Men mana shu video anaqa uchashkachasini qilgim kelardi. Xullas bu kichkinaroq chiqdi. Bilasizlar, Yarnart bizda hamma hozir ishlatmaydi. Bizda Aksoftga o'rganganmiz. Aksoft, Baby Best, misol uchun oldin Baby Bestda to'qirdim, hozir Baby Bestda to'qimayman. Bilmayman nimagadir, ko'p to'qigan. Bilmayman, qandaydir og'im kelmay qolgan. Men Aliza Cotton Gold kotib olganman hozir. Yaxshi ko'raman Aliza Cotton Gold deb. Nisbatan kichkina chiqsa ham, bilmayman, qandaydir yumshoq va hibi ip. Xullas, yarnar jinsda to'qidim. Bilardim kichkina bo'lishini, lekin narigi rasmimni ko'rganimda bir qarasang Aksofga xohlayman, bir qarasa yarnar jins. Xullas shunaqa. Menda mana shunaqa quyoncha, mana bu burunlari mikrovelourda, oxirgi payt Yevgeniya mikrovelourda burunlarini qilyapti. Mana bu ularni men ham menda mikrovelour bor edi, Valversan zakaz qilganim, lekin hali ishlatib ko'rmagandim. Bundan oldingi videoda aytganman. Xullas, men ham mana shunaqa rang bo'lsa ham qilib ko'rishga harakat qildim. U to'qroq jigarrang edi. Menga yoqdi. Xullas, mana shunaqa. Buni chepchikchasi bor qizlarjonlar. Mana shunaqa hali mana iplar olinmagan, prosta to'qib qo'ydim. Chepchigiga qiynalishimni bilardim. Telegramda ham aytdim. Chunki qanaqadir соединительный qilib, orqa petlidan hammasini to'qib ketish kerak. Mana bunaqa rezinka o'xshash bo'lishi uchun.
To'g'risi birinchi to'qiganimda o'sha ancha bo'ldi-ku to'qimaganimga. Birinchi to'qiganimda xato qildim. Mana bu chekkalar zigzagga o'xshab petlyalar chiqib ketaverdi. Men o'yladim shunaqamidi. Rasmga qarayman, lekin unaqa emas, tekis emas. Keyin esimga tushib qoldi. U shu pullik darslik pullik-ku bu, lekin shu tushunishimiz uchun Telegram YouTube kanalga boshini, o'rtasini kichkina obzor qilib ko'rsatgan. Erinmasdan birga bir ko'rib videosini boshladim. Menda shunaqa chepchikcha o'xshadi. Qolganini PDFdan ko'rib to'qib ketdim. Mana. Hali tonirovka qilinmagan, lekin qaranglar, shiringina quyoncha bo'ldi. Asalgina. Как? Sizlarga ham yoqdimi? Mana. Zo'r, lekin menga qolganda 8 ta men ham hozirgidek 8 tadan to'qib tashlardim, lekin qizlar joylar chepchiga rostdan ham qiyin, balki kimlardir uchun qiyin emasdir. Buni chepchigini to'qish agar to'qishni boshlasam, shunga ketgan vaqtga bitta mana shu quyonchasini bitirib qo'yaman. Lekin shunaqa deymiz-u, xohlagan narxingizga bozorga chiqib, bilasizlar, bozor deb qo'yibdi. Bozorga chiqqaningizda bu narxini o'zingiz xohlagandek narxga sotolmaysiz. Chepchigi bor, bunga vaqt ko'p ketgan deganingizga qaramaydi. Buni hozir kichkinaligiga qaraydi. O'shaning uchun kichkina to'qidim. To'qib qo'ydim desam bo'ladi. Lekin bu Gazal Baby Cotton bo'lishi kerak. Chunki kichkina chiqdi. Bunga men yana 2-3 qator qo'shdim. Xullas, mana shunaqa kallacha, birinchi kallachalar to'qib olmoqchi bo'ldim. Keyin ikkinchisi menda sal xunukroq bo'lib qoldi, qizlarjonlar. Men bunaqa mana bu yerda qaranglar, bitta qoshni ham sal to'g'irlash kerakmi? Xullas, ko'zini buni birinchi to'qidim, keyin buni to'qidim-da. Ko'zini men katta qo'yib qo'yibman. Уже men qadab eritib bo'luvdim zajigalka bilan. Men bunaqa jigaring epda qilganman qoshini. Buni mikroblyorda mana. Sizlarga qaysi chiroyli? Telegramga tashlasam, bu ham chiroyli deb aytishdi. Lekin men xohlagandek emas. Keyingisini уже mana kichkina ko'zda qo'ydim. Mana shunaqa. Endi buni ham chepchikcha tayyor. O'sha birinchi aytdim, qiyin narsani to'qib olay dedimda, chepchigini birinchi to'qib oldim 2 ta. Men o'yladim-da, 2 ta to'qiyman, 2 tadan katta 2 ta, kichkina 2 ta to'qiyman dedim. Yo'q, уже planim o'zgardi. 4 taga o'tib ketdim. Xullas, mana quloq chiqayotgan joyi bor. Вроде bunday qaraganda chepchigini kiysiz chiroyliroq, bunaqa quyoncha bo'lyapti. Mana endi chiroyliroq bo'ldi o'ziga yarasha. Qaysi biri sizlarga? Xullas, shu yerda to'xtadi bular. Shu yerda to'xtadi. Menda katta aytdim-ku sizlarga, kichkinadan 4 ta, kattadan 4 ta, 2 ta birinchi to'qidim. Yana hozir mana bunaqa. Bu kattasi. Buni kecha o'sha vaqtda to'qiganimda 2 ta to'qidim. Qaranglar, birinchi men buni to'qidim. Mana katta quyonni ham xuddi shunaqa ucharishlarni birga bir o'xshatishga harakat qildim. O'xshatdim. Lekin bu tanasi Alize Cotton Gold qizlar. Afsuski men bu tanasini o'zini PDF-daqa tanasi menda yo'q ekan. O'shani hisobiga sal bilasizlarmi, kesakda beremennilar kesak edi-yu, o'shaning rangidan bo'lib qoldim. Juda xafaman. To'g'risi, bu to'qiganingizda ipda rangi chiqib kelar ekan. Lekin ko'rinishda men o'yladim, tanlitgonimda bor edi boshqa ranglarim, lekin sal to'qroqmi, shunaqa edi. O'ylamadim bunaqa rang bo'lib chiqishini. Kesakchani rangiga o'xshab qoldi. Mayli. Bu ham o'zgacha bo'lar dedim. Endi hozir o'ylanyapman, tonirovka qilsam, pushti qilsam aytarmikan dedim. Monetlarini oq qilmoqchiman. Kelinglar sizlar bilan buzib qo'ysam, mitilarni va'da bor, o'sha bilan artib ko'raman. Chunki o'tgan safar ko'p bo'lib ketgan edi. Artganimda mana sen ishlatardim. Aytdim, senimni qizlarim bir-biriga anaqa qilib tashagan. Xullas, oq bo'larmikan? Ne. Bunda вообще bilinmas ekan. Yo'q. Chuchvarani ham sanabman.
o'zimcha o'qish qilaman deb bunda misol cho'mni bo'lgani uchun oq ko'rinadimi degandimda mana bunday qilib kinslga o'xshatdimda oq chiziq uzun qilib qo'ymoqchi edim. Xudo xohlasa oyoqlar to'qisam albatta qilaman. Men aytgan narsani boyagi shoxga qildim-ku. Xullas shunaqa. Keyin tak birinchi buni to'qidim. Keyin mikrovelourdan to'qidim mana bunaqa. Salcha, shirincha. Juda ham chiroyli. Nima deydilar? Lekin bilasizlar, mana bu nima g'ashimga keltiryapti. Uchashqa qilganimda shinjifonlar chiqib kelyapti. Valbersda mana bunaqa nima deydi, ruletka deydimi, shunaqa ko'rdim. Yopishayotgan mana bularni tortib oladi. Xullas, qis qilish kerak. 56 ming deb turibdi. Ichida o'zida turibdi. Keyin undan tashqari dumaloq rulonda shu aylanayotgan ruletkasini aylanayotgani 4 ta bor ekan. U menimcha bo'lsa yirtib tashlashsa bo'ladi. Bilmayman, ishlatib ko'rmagan, olib ko'rmaganman unaqa narsa. O'yinchoqlarga qilganda, artsiferdagi qis qilganda ko'rdim. Keyin kimdadir ko'rdim. O'shanda keyin Valbersda poisk bersam chiqib keldi. Meni hozir shunaqa olgim kelyapti, lekin ololmayman. Afsuski ololmayman. Mana bu ko'zlarda shinjifonlar chiqib turibdi. Asaplarim o'ynab ketdi. Olsam yana chiqib kelyapti. Xullas, qizlarjonlar, menda 2 ta hozircha 2 ta katta, 2 ta kichkina oyoq boshchalar tayyor. Lekin men bir chekkadan endi kecha shu reja qilgan, kecha emas, bugun kechqurun. Yo'q-a? Aytayapman. Shu ertalab saharda turganman. O'tar kechasi, bugungina o'tar kechasida quloqchalar. Birinchi quloqchalardan boshlayman dedim, plandim. Kattadan 8 ta. Da, 8 ta, kichkinadan to'g'ri aytibman. Kichkinadan 8 ta. Shunaqa qilaman dedim. Men taram obedgacha kecha shu kecha deb qanday o'tadi? O'tar kechasida bugun desam, bugun tong saharda yana keldi. Shu 3:30 gacha to'qimaganimda men o'shanda уже plan qildim, to'qishni boshladim. Men aytdim, birinchi quloqlardan boshlayman va 16 ta qulog'ini qilib, keyin kalla qismiga o'taman. Kalla qismidan keyin qo'llarga o'taman. Qo'llardan keyin oyoqlarga o'tib, tanasini keyin koylaga qilib bitiraman bir yo'la dedim. Menda taram aytganimdek, kattasini bitirib bo'ldim. Mana 4 ta bu 353 dan, bu yangi 2 ta quyonchaniki. Mana shunaqa 353 dan to'qiyman. Solishtirib ko'rsak, qaranglar. Alize Cotton Gold bilan razmeri mana shunaqa. Ozginagina farq qilar ekan, lekin kачествоsi baribir Alize Cotton Goldniki yaxshi. Bu baribir qo'pol, dag'alroq. Xuddi mana bu sochga o'xshab. Endi buni oldida, buni oldida bu yaxshi. Xullas, men keyin buni to'qib bo'lganimdan keyin dedim-da, bu yerda Telegramga yozdim sizlarga. Men ozgina to'qimay, obedga ovqat qilib uxladim. Qizlar, uxlamasam bo'lmasdi. Umuman kechqurun uxlamaganman tonggacha. Yiqilardim men, chunki kichkina o'g'ilcham bor. U bir payt uxlaydi, bir payt uxlamaydi. Kecha shu qotib hammasi uxladi. Bolalarim ham, men uxlamadim. Uxlamoqchi bo'lganimda ular injiqlik qiladi, uxlamaganimda o'tirib chiqqanimda mana shunaqa uxlaydi maza qilib. Xullas shunaqa. Keyin ko'nglimni to'q qildim deb bilaman. Bu bir kun ichida, bir kun ichida quloqchalarni bitiraman, turaman-da. Kechqurun baribir 12, 1 gacha bolalarni uxlatib bo'lgandan keyin baribir kichkina quloqchalar qoladi. Mana bunaqa quloqchalar tez bitadi. Tim bo'li menda mana bunaqa quloqcha bittasi почти bir para, ikkitasi tayyor bo'ldim. Shunda 14 ta quloqcha yo'q, uzr ketdim. 14 ta nima deyapman? 6 ta. 6 ta quloqcha to'qishim kerak. 14 ta qayerda aytyapman, bilmayman men. Xullas 6 ta to'qisam kichkinadan, уже hozir videoni tugataman-da. Kichkina quloqchalarni to'qib, kalla qismiga o'taman. 353 dan 2 ta katta kalla to'qiyman. Bundan bundan to'qimayman, o'zi 2 ta bor-ku. Adashib ketyapman qizlarjonlar, adashib. Yo menga uyqu kamlik qilgan yoki hayajon, bilmayman. Tak
qizlarjonlar, menda shunaqa protsesslar tushib ketdi. Demak, bundan keyingi ishim 6 ta quloq va 4 ta, ikkita kichkina, ikkita katta. 353 dan, kichkinasi ham 353 dan to'qiyman, kattasini ham 353 aksofdan to'qiyman. Xullas shunaqa. Endi iplarimga keladigan bo'lsam, qizlarjonlar, menda iplar kam. Bugun aytmoqchi, bugun menga pochta chiqib, shu uxlaganimda shuni telefonimga qarasam tursam, Xurnisodan menga pochta chiqibdi. 5 ta ip yutib olgandim. 5 ta emas, 10 ta. Muslimayam jo'natish kerak. Chunki biz kichkina marafon qilganimizda, aytgandim shekilli videoda, bilmayman. 4 ta shu yorqa petoysni, kichkina quyonchasini kim tez to'qish degandik. Bir kun ichida shu uxlamay 3:30gacha bitirib tashladim va men g'olib bo'ldim. 5 ta aksof, Xurnisodan 5 ta, Muslimadan. Biz bilaman, qizlar nimaga desa, balki yangi qizlar bilmaslik, kim u degan savol bo'lishi mumkin. Instagramda kanalimizni biz hammamiz o'rtoq dugon opa-singillar bo'lib olganmiz. Shuni hisobiga hammamiz bir-birimizni taniymiz. Shuning uchun meni biladiganlar kimligini o'zi tushunadi. Muslimani, Xurniso kim, Xurniso tezligi bo'yicha, Muslima esa kichkina bo'lsa ham zo'r to'qiydi. Yaxshi o'zgarishlar juda katta. O'zi maktab o'quvchisi. Xullas ikkalasi menga ip jo'natish kerak edi. Ozgina sabablari borligi uchun jo'natmay turaman dedi ikkalari. Lekin bugun Xurniso indamagina jo'natibdilar. Men iplarimni kutyapman. Qanaqadir bilasizlar, menga ranglarini ko'rsatdi, gruppaga tashladi. Mana bunaqa och rozовый. Qayerda bu yerda bormikan? Mana bunaqa rang och rozовый aksof kelyapti. Keyin mana bunaqa biryozoviy, bundan ochgina biryozoviy rang kelyapti. Yana qanaqadir temnoy rangi bor edi. Xullas 2-3 tasini esladim, qolganini eslolmadim. Endi esa Muslimanikini kutaman-da. Chunki menda iplar kam, qizlar, iplar juda kam. Chunki bitta 300 ani qarab turibman, bitta turibdi, bitta 353 qoldi. Ikkitami yarimtadan ishlatilganim qoldi. Gazal baby cottonlar bor, undan kichkinagina chiqadi. Chunki ikkilikda o'zim to'qiyman, bilmadim. Hozir tez orada iplar zakaz qilishim kerak. Tana tsvetlari zakaz qilmasam bo'lmaydi, chunki men endi xohlayman hozircha qizlarjon bir narsa meni aytsam, endi hamma ham sharoiti bu bir narsaga o'zgarib ketishi mumkin, balki xohish bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun yaxshilab diqqatlarini bitta joyiga qaratishlarini xohlayman. Hozir ayni paytda, hozir momentda men o'sha birdaniga 4 ta yo 8 tagacha qilish niyatidaman. Chunki uyda xohlayman zapas o'yinchog'im bo'lishini, qizlar. Menda tez sotilib ketadi, topshirayotgan o'zim chiqadigan joy bo'lgani uchun men ba'zi paytlar o'yinchoq yutqiza olmayman. Ayniqsa briloklarim, hozir briloklarim bozorda bor. Bir sotilsa, bir ikki chiqsam qolmaydi. Plushlar zakaz qilib kelgan plushlarim, lekin plushga o'tolganim yo'q. Agar plushga o'tayotgan bo'lsam, men avtomatik men akrillarda to'xtab qolaman. Plushlarni davom ettirib ketaman. O'shaning uchun plushga anaqa qilman, lekin qilishim kerak. Xudo xolisa men bu 8 tani tugatay. Agar hozir men 8 tani tugatmasdan yana qilsam, xullas chalalar protsessida yana 8 ta o'yinchoq turadi. O'shaning uchun aytganimdek, bilmayman, bir hafta ketadimi, balki 4 kun ketadimi, 6 kunmi, bilmayman, lekin 1-2 kun ketmaydi, chunki kiyimi bor. Kiyimi ham mana bunaqa ko'rinishda. Quyonchani zadniy beti oddiygina qilingan. U zadniy petля qilib, keyin bunaqa bunday valanchalari bor. U quyonchani kattasinikini, kombinezon esa kichkina chepchigli quyonchada oson to'qish. Qizlarjonlar, menda paka hozircha shu xonam bardak, doimgidek. Chunki men hozir stolda aytganimdek o'rtaga oldim. Stol tagida menda salafanlarga bu narsalar bor edi. U yoqda xonamni porядок qilishim kerak. Bugun emas, hozir men shuni olib, shtativlarimni olib, fonlarimni olib tepaga chiqib ketaman. Kechqurun yoqda baribir bolam kichkinaligi uchun yonida to'qib o'tiribman. Pastga tushib bemalol ijod qilaman. Agar meni bolalarim katta bo'lganda, shu uxlaganda pastga tushib o'zim anaqa qilardim. Kelajakda xudo xolisa qizlarim katta bo'lsa, mana shu xonadan chiqmayman. Televizorimga kelsak, televizorim bahorda joyiga qaytadi. Hozir bolalarim maza qilib ko'ryapti. O'ylab qarasam, bu yerda Wi-Fi tortmayapti. Kirgani bilan bolalarim yonimda. Birinchidan xonani bardak qilib yuboryapti. Palosim musor yig'ayotgan palos. Shuning uchun
televizor Wi-Fi tortmagandan keyin o'zbek kanallarını umuman ko'rmayapti. Bu yerda narsalarimga tegib, shovqin qilyapti, musor qilyapti. Gapga kirmayapti kichkina xona. Bular to'polon qilib xullas. Yog'da maza qilib divanda ko'rib o'tirishibdi. Men yonlarida to'qib o'tiraman. Xudo xohlasa bahordan, apreldan ular bog'chaga ketsa, menda mana shunaqa qilib chiroyligina, tinchgina bitta Abdulloh o'g'lim qoladi. U bobosi bilan yo meni oldimda bo'lsa, unaqa bo'lmaydi. Ungacha katta bo'lib qoladi. Hozir o'g'lim 1,5 yosh desam bo'ladi. Ungacha 1 yosh 7 oylik bo'lib qoladi. Xullas, qizlarjonlar, bugungi sizlarga videoyim shu. Yoqsa layklarni qo'yib, kommentariyalar yozib qo'yinglar. Albatta meni kayfiyatimni ko'taradi va men ko'proq harakat qilaman videolar sizlarga chiqarishga. Lekin imkoniyatdan foydalanib yana aytaman. Men spalnyam sal qorong'iroq, yorug'lik yetarli emas. Agar men bu lampamni ko'rinmayapti shekilli. Agar men bu lampamni mayli oladigan bo'lsam, balki yorug'lik, men bu fonimni olib chiqib ketaman, oq fonimni. O'sha fon plastikli, o'sha fonda olib, balki sizlarga yaxshi qilarman, hali bilmayman. Tokchamga o'rnatmoqchiman shtativ va lampani. O'ylaymanki, o'sha yerda ijod qilganimda sizlarga chiroyli qilib video olishga harakat qilaman. Lekin aslida men bunaqa bardakchalarda, qorong'i xonada olish niyatim yo'q. Endi baribir agar yoki hozir yoki hech qachon deydi-ku, shunaqa bo'lyapti. Shunga qizlarjonlar, menda harakat qilaman. Sizlarda like, kommentariy kutib qolaman. Hozircha xayr.